Haqiqiy poklik tozalikdan boshlanadi. Hozir oshxonamizda gilam yo'q, chunki biz uni yuvishga berdik. Sababi oddiy. Oshxona gilamlari tez kirlanadi, yog'lar, dog'lar, hidlar, oddiy tozalash bilan ketmaydigan muammolar bo'ladi. Shu sabab biz E'zoz gilam yuvish xizmatini tanladik. Endi esa zalga o'tamiz. Bu yerda jarayon boshqacha. Gilamlar ehtiyotkorlik bilan yig'iladi, tozalik uchun maxsus tarzda o'raladi va yuvishga olib ketiladi. Chuqur yuvish, maxsus vositalar bilan tozalash va eng muhimi xushbo'y natija. Natijada esa yangidek yumshoq, toza va yoqimli hid taratadigan gilamlar yana uyingizga qaytadi. E'zoz gilam yuvish xizmati sizning uyingiz uchun tozalik, siz uchun esa xotirjamlik. Haqiqiy poklik tozalikdan boshlanadi. Hozir oshxonamizda gilam yo'q, chunki biz uni yuvishga berdik. Sababi oddiy. Oshxona gilamlari tez kirlanadi, yog'lar, dog'lar, hidlar, oddiy tozalash bilan ketmaydigan muammolar bo'ladi. Shu sabab biz E'zoz gilam yuvish xizmatini tanladik. Endi esa zalga o'tamiz. Bu yerda jarayon boshqacha. Gilamlar ehtiyotkorlik bilan yig'iladi, tozalik uchun maxsus tarzda o'raladi va yuvishga olib ketiladi. Chuqur yuvish, maxsus vositalar bilan tozalash va eng muhimi xushbo'y natija. Natijada esa yangidek yumshoq, toza va yoqimli hid taratadigan gilamlar yana uyingizga qaytadi. E'zoz gilam yuvish xizmati sizning uyingiz uchun tozalik, siz uchun esa xotirjamlik.